Assalomu alaykum guruh ahli sotiladigan shved buqamiz bor. Qirg'iziston Paroda Talasdan keltirilgan. Bundan bir 2 oy oldin olingan. Qirg'izistonniki salomatligi joyida, yeb ichishlari zo'r. Oyoq qo'llari uzun, kelajagi bor. Xudo xolisa olgan inson baraka topadi. Oq quloq, oq tumshuq, o'sha belida jicha palasasi bor. Buqadan mana. Oyoq qo'llari baquvvat, istakan tuyoq. Sog'liq salomatligi joyida. Asosiysi yeyishi zo'r. Yeyishiga gap bo'lish mumkin emas. Yeyishiga etkisa bo'ldi, xudo xolasa. Ovqat qattiq edi. Xudo xolasa olgan inson baraka topadi. Keyingisi orqalari ham juda keng holatda, o'ta kelgan orqalari ham, orqasi pushtan emas. Orqasi keng, o'ta elli. Mana bellari ham mana qarchim yetkani yo'q misol. Olaman deganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Behxon akamizning o'zidan nomerlarini qoldiramiz. Mana. Xudo xolisa olgan inson baraka topadi. Buqani uzunligiga e'tibor bersangiz ham, xudo xolisa 70% tayyor, 30% yegizilsa bo'ldi. Xudo xolisa tayyor buqamiz. Xudo xolisa olgan inson baraka topadi. Buqa varshi baquvvat buqa.